Musofirchilikdan charchadim. O'zi bu dunyoda maqsadim faqat pul topishmi? Oila a'zolarim, yaqinlarimdan uzoqdaman. Farzandlarimni ham rosa sog'indim. Onam ham betob bo'lib qolganlar. Qachongacha bu holat davom etar ekan? Men ham orzu qilgandim. Tezroq boy bo'lishni, yaxshi yashashni, hashamatli uylarda yashashni, qimmat mashinalar minishni. Shu fikrlar menga kuch bergan. Shuning uchun ham men musofirchilikni tanlaganman. O'ylagandim, musofir bo'lsam tez boyib ketaman. Tezda hashamatli dang'illama uylarda yashayman deb. Afsuski, musofir bo'lganimdan keyin aksincha, qiyinchiliklar, sog'inch hislari, uydan uzoq, mehr muhabbatdan uzoq, tushkunlik, tilni tushunmaslik, ko'ngilni tushunmaslik, sog'ligim, yoshligim, muhabbatim barchasi asta-sekinlik ila yo'qoldi. O'sha payti men angladimki, musofirchilik boylik bermas ekan. U faqat sizni o'zingizdan uzoqlashtirar ekan xolos. Pul esa sog'likni, yoshlikni, muhabbatni, o'tgan yillaringizni qaytarib bera olmas ekan. Shu zahoti to'xtadim. O'zimni topishni boshladim. Men farzandlarim uchun kuchli ona, oilam uchun sog'lom turmush o'rtoq bo'lishni tanladim. Haqiqiy boylik qalbdagi tinchlik va ruhiy salomatlik ekan. Siz ham musofirchilikda yurgan bo'lsangiz, hoziroq menga bir sonini jo'nating va men sizni hayotingizni butkul o'zgartiradigan videoni jo'natib qo'yaman.